Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Şərq Türkistan Cumhuriyet Günü alohida xotirlandi. Dünyanın hər qaysı yerlərində yaşayotgan Şərq Türkistan xalqı 12 noyabr Şərq Türkistan Cumhuriyet Gününi o'xshamagan usullar bilan xotirladi. Jumladan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi, Turkiya Uyg'ur tashkilotlar munbiri va a'zo tashkilotlarining o'rtaq hamkorligida 12 noyabr kechda Istanbulning Zaytunburnu rayoniga joylashgan Kozli-Chashma madaniyat markazida Cumhuriyet kunini xotirlash murosimi o'tkazildi. Türkiye'de faaliyet kılıvatkan Şərq Türkistan təşkilatlarının məsullləri, vəkilləri, akademiklar, cemaat ərbabları, Zeytinburnu rayonluq hökumətinin bir qism əməldarları və İstanbulda yaşayotgan Uyğurlar iştirak qılğan məzkur xatirləş murasimi Qur'an-ı Kerim tilaveti və Şərq Türkistan Türkiye'nin istiqlal marişləri bilan başlandı. İstiqlal televiziyası Cumhuriyet günüge atab tayarlagan qısqa film qoyulğandan keyin hər qaysı Şərq Türkistan təşkilatlarının rəhbərləri səhnəyə çıxıb özara salamlaşıb Xitoyga qarşı bir niyat, bir maqsadda ekanligini ifodaladi. Arqadan tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari ayrim so'z qildi. Ulardan sirt yana faoliyatga ishtirok qilgan Yasaviy Alparallar jamiyati raisi Kürşat Mejan, Zeytinburnu qaymaqami doktor Adam Uslu qatorliq mehmonlarmi ayrim so'z qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligiga bo'lgan umid orzularini ifodaladi. Bir turkum yosh o'smirlar Cumhuriyet günü uchun tayyorlagan she'r deklamasiya qilish qatorliq nomerlarini o'rinlagandan keyin faoliyatning muhokama yig'ini qismi boshlandi. Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqti raisi Abdurashid Abdulhamidning boshqarishida Sharq Turkiston O'limalar birligi raisi dotsent doktor Alimjon Bug'da 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish va yiqilish sabablari haqida, Uyg'ur tadqiqot instituti raisi dotsent doktor Erkin Akram 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishi va yiqilishidan elindigan saboqlar haqida, Doktor Avaz Nurmuhammad Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish alohidaligi, shu vaqtdagi tarixiy vaziyat haqida, Doktor Abdurahim Davlat muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining navbatda Xitoyga qarshi konkret nimalarni qila oladiganligi haqida to'xtaldi. Xotirlash murosimi professor doktor Atavulla Shohyarning boshchiligidagi o'pchi duo bilan oyoqlashdi. Dunyoning boshqa joylarida, jumladan Shvetsiya, Avstraliya, Gollandiya qatorliq ko'plagan Yevropa davlatlarida, Turkiston Cumhuriyetlarida, Amerika, Kanada qatorliq davlatlarda, shundaqla Turkiyaning Anqara, Konya, Erzincan, Qaysari qatorliq joylarda yashayotgan Sharq Turkiston xalqi xotirlash murosimi, muhokama yig'ini, suhbat yig'ilishi qatorliq turli usullar bilan bu tarixiy kunni alohida xotirladi. Avstraliya Xitoy tarafidan xatarlik tor hujumiga duch kelganligini ta'kidladi. Avstraliya istixborot idorasining boshlig'i ogohlantirish berib, Xitoy rejimining buyrug'i bilan harakat qilayotgan xakerlar guruhining Avstraliyaning xalqiliq ul aslahalari va telegraf sistemasiga suqunib kirayotganligini ta'kidladi. Xitoy burunqidagi qilmishlarini inkor qildi. Avstraliya istixborot idorasining boshlig'i Mike Burgess 12 noyabr o'tkazilgan bir yig'inda Josusluq va tor hujumi qilmishlarining faqat 2024-yilda Avstraliyaga 8 milliard dollardan ortiq ziyon elib kelganligini, buning savdo maxfiyatligi va aqliy mulklarni o'z ichiga oladiganligini bildirdi. U yana Xitoyning ikki xakerlik guruhining nomini aniq tilga elib, ularning Xitoy istixborot organi va harbiy organlarining buyrug'i bilan harakat qiladiganligini ta'kidladi. Mike Burgess bu haqda qattiq ogohlantirib, Xitoyning xakerlik hujumlari buzg'unchilik harakatlariga aylangan taqdirda jamiyatning har qaysi qatlamlariga, jumladan banka, qatnash, suv tok ta'minlash sistemalarigacha keng ko'lamli ta'sir ko'rsatadiganligini, hatto Avstraliyaning shirkatlarini palach qilib qo'yish, saylamni qalaymaqon qilishgacha kengayishi mumkinligini bildirdi. U buning paraz xarakterlik so'zlar emasligini, chet el hukumatlarining navbatda mutaxassislar qo'shuni orqali bu xil ehtimollikni tekshirayotganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bu haqdagi savolga javob berib, mazkur Avstraliya amaldorining bu yil mobaynida Xitoyga ko'p qatim qora surkaydigan so'z iboralarni ishlatganligi
qasdan tirkishayotganligi Xitoy tarafining Avstraliya amaldorini mas'uliyatsiz so'z qilishdan saqlanishga chaqirdiganligi haqida jar soldi. Avstraliya bilan Indoneziya yangi bexatarlik shartnomasi imzoladi. Yevropa Tinch okean rayonidagi yirikchilik va Xitoyning tahdidlari kuchayayotgan bir paytda Avstraliya bilan Indoneziya yangi bexatarlik shartnomasi imzoladi. Avstraliya bilan Indoneziya rahbarlari 12 noyabr Sidneyda o'tkazilgan suhbatdan keyin texmo yaqin harbiy hamkorliklarni o'z ichiga olgan bexatarlik to'g'risida yangi shartnoma imzolashga qo'shildi. Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese Indoneziya prezidenti Prabowo Subianto bilan birga Sidneydagi Avstraliya Xon jamiyati dengiz armiya bazasida so'z qildi. Albanese o'rtaq bexatarligimiz to'g'risidagi yangi ikki taraflik shartnoma to'g'risidagi suhbatni qisqa vaqt ilgari oxirlashtirdik. Bu shartnoma ikki davlatning tinchlik va muqimlikni kafolatga ega qilishining eng yaxshi usulining birlikda harakat qilish ekanligini e'tirof qilganligini ko'rsatdi, dedi. U yana Avstraliya rahbari yangi shartnomani imzolash uchun kelar yili Indoneziyani ziyorat qilishni umid qilganligini aytdi. Uning deyishicha, mazkur shartnoma 2024-yili imzolangan ikki taraflik davlat mudofaa kelishim aslatmasi asosida tuzilgan bo'lib, Osiyo Tinch okean rayonidagi talash-tartish qo'zg'agan joylarda texmo yaqin hamkorlik o'rnatishga va'da berilgan. Shartnoma yana har ikki davlat harbiy qismlarining o'zaro yana bir davlatda harakat qilishiga munosabatlik belgilamalarini o'z ichiga oladi ekan. Albanese yangi shartnoma o'zaro manfaat yetkazadigan bexatarlik faoliyatlariga osonlik yaratib beradi. Agar bir davlatning yoki har ikki davlatning bexatarligi tahdidga uchrasa, bu xatarlarni bartaraf qilish uchun yakka va o'rtaq holda qanday tadbirlarni qo'llanish to'g'risida maslahatlashadi, shundaqli o'ylashadi, dedi. Avstraliya rayonning vaziyati Xitoy bilan Amerika o'rtasida raqobatning ta'sirida davolg'ayotgan, Xitoyning qudratli harakatlari kuchayayotgan bir vaziyatda Indoneziya bilan texmo yaqin munosabat o'rnatishni nishon qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.